Bo'laqa o'rtoq, qizlar kutib qoldi. Hozir 1 minut. Aka, meni o'rtog'im keldi, ketolmayman ko'chaga. Voy, qaysi o'rtog'ing? Nima qilasan ko'chada? Sizga nima farqi bor aka? Yosh bola emasman. U hadeb terga olmasangiz-chi. Bo'ldimi o'rtoq, ketamizmi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? O'tirgin. Xo'p. Tinchlikmi o'zi? Menga qara. Sen hozir akang bilan shunday gaplashdingmi? Ha, men har doim shunday gaplashaman. Nima qilibdi? Ahmoq, sen och qolganingda qorning to'yg'izgan aka emasmidi? Ishkalga aralashib qolgan paytimiz. Telefon qilib chaqirganingda, birorta yaqining kelmaganda, shu akang olib chiqib ketmaganmidi bizni? Akam deysan. Qanday shu aka menga bo'lganda edi. Men boshimga ko'tarib yurardim. Akang qadriga yetgan. Ha, to'g'ri aytasan. Men xatoyimni tushundim. Hozir o'rtoq 1 minut. Aka? Ha? Puling qolib ketibdimi? Yo'q, aka. Meni kechiring, bilmasdan boya sizga qattiq gapirib qo'ydim. Sizni yaxshi ko'raman, aka. Endi sizni har doim boshimda ko'tarib yuraman. Aka, bu qo'shig'im sizga atalgan. Ukangiz safarlar kuchadi hali. Hali payti kelsa, zo'r bo'lib ketsam, asli ketmonlar ham uchadi hali. Aka, bu qo'shiq